Endi bu kasalligimizda beparvo bo'lsak, qo'llarimiz qiyshaysh etapiga kelib qolishi mumkin. Mana oldini olyapsiz, qiyshaysh etapi hozircha yo'q. Mana birga kelishdan burun jichcha yuragim sanchib, o'zimni jichcha behalovat tutib, Hoji yaxshi dam oldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi endi? Xudoga shukur. Rahmat. 4 yildan beri revmatoidniy poliartrit xastaligi bilan og'rib kelganlar. Hoji tog'a, qanaqa holatga kelganingizni gapirib bering endi. Hop, men birga kelishim bilan bu yerda eshitib ko'rib, shekka keldim. 4 yildan beri shu artritim bor. Har 4 oyda, 5 oyda lecheniya olib turardim. Mana birga kelishdan burun jichcha yuragim sanchib, o'zimni jichcha behalovat tutib, mana keldi, mana Qudrajon, mayta moliyalar qildingiz. Mana Xudoga shukur 4 kun bo'lyapti. 4-kun bugun. 1-kun, 2-kun. Shu kunlarini muolajasini oldim. Mana Xudoga shukur, yuragimda sanchig'i ham yo'q, yaxshiman. Og'riqlaringiz qanaqa bo'ldi? Yelkada, tirsakda Qila kamaydi. og'riqlaringiz kamaydi. Bugun 4-kun og'riqlarimiz kamaydi. Hop, yaxshi. Endi bu kasalligimizda beparvo bo'lsak, qo'llarimiz qiyshaysh etapiga kelib qolishi mumkin. Mana oldini olyapsiz, qiyshaysh etapi hozircha yo'q. Xudo xolasa qo'llarimiz tekis holatda turibdi. Alloh shifo bersin. Yaxshi. Rahmat, sizga ham ixlosga kelinglar, ixlos qilib kelinglar. Sizda ham shunday kardiologik, revmatologik kasalliklar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin.